Assalomu alaykum. Ushbu videoda ko'rib turganingiz Sevindik ukamiz bo'ladi. Bu ukamiz o'zi ham, singlisi ham tug'ma nogirondir. Uning oilaviy sharoiti yaxshi emas va unga moddiy mablag' taraflama yordam kerak. Har kim o'z qo'lidan kelganicha 1000 so'mdan bo'lsa ham yordam qilingizlar. Ushbu ukamiz ehtiyojlari bor ekan, iltimos qilishdi va karta nomerlarini berishdi. Birodarlar, ushbu ro'za Ramazonda qilgan ihsoningiz bu dunyoda qolib ketmaydi, o'zingiz yaxshi bilasiz. U dunyoyingiz uchun kattagina savob bo'ladi. Befarq qoldirmang. Agar moddiy taraflama imkoniyatingiz bo'lmasa, videoni keng tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shing. Bu videoni repost qiling, o'z istoriyangizga joylang, like bosing, videoni tarqating. Albatta videoyimiz o'z egalarini topadi. Alloh sizdan rozi bo'lsin.